Sog'lom bo'lish uchun ko'proq har xil mevalar yeyish kerak. Sabzavotli mevalar ham yeyish kerak. Ko'proq sport bilan shug'ullanish kerak. Sog'lom bo'lish uchun tozalikka rioya qilish kerak. Sog'lom bo'lish uchun vaqtida uxlash kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak. Sinoqlarni olib toza yurish kerak. Sog'lom bo'lish uchun kitob o'qish kerak. Sog'lom bo'lish uchun tabiatni asrash kerak, sportlarga chiqish kerak, mevalar yeyish kerak, vaqti paytida uxlash kerak. Sog'lom bo'lish uchun zaryadka qilish kerak. Sog'lom bo'lish uchun ko'proq jismoniy bilan shug'ullanish kerak va to'g'ri ovqatlanib, sabzavotlar yeb, mevalar yeb turish kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak.